Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bugun sizlar bilan yana Trend 858 kanali bitta o'yindan chiqmagan, faqat mana shu Kristalni o'zida normal yutuq olishga harakat qilib ko'ramiz. O'rtoqlar, pulimizni 10x qilishga harakat qilamiz. 6 million 700 depozit bilan boshlab yubordik. Bam 5 6x 7x bor mana shu yerda. Udar. Boshlanishida mana riskovat qildik. Ko'pchilik o'rtoqlar stavkani melki qilib o'tiradi, kam stavka qilib o'tiradi. Riskovat qilmasangiz riskovatda yo yutqizasiz, yo yutasiz o'rtoqlar. O'shaning uchun baribir qaysidir momentda yo boshi, o'rtasi, oxiri qayerdadir riskovat qilasiz. Normalniy summaga riskovat qilasiz baribir. O'shaning uchun qayerda bo'lishidan qat'iy nazar boshimi oxirimi riskovatni bosinglar и seryozni yutuqlarga ega bo'linglar. Summani depozitni yuqoriga ko'tarib olgandan keyin o'ynash nisbatan osonroq bo'ladi. Qancha depozit yuqori bo'lsa osonroq bo'ladi. 500 ming, 300 ming, 400 ming pul bilan kirib juda katta summa yutib yuboraman deganlar adashadi. 500 mingni 10 million qilsa bo'ladi, 15 million qilsa bo'ladi, lekin undan oshig'i уже bum ber. Undan oshig'i уже oshiq o'rtoqlar. Mana shu ham yomon emas. 3200 dan bo'ladi mana shu yutuq ham bizga. Kambag'alga shashlik ham ovqat deyishadi-yu. Xuddi o'shanaqa gap. Давайте gazini bosamiz. Bitta bangillatib chiqib ketishga harakat qilamiz. O'sha nima uchun bugun mana shu bitta o'yindan chiqmaslikka qaror qildim. Bitta o'yindan umuman chiqib ketmagan holatda montaj yoki boshqa deyotgan besagollar uchun mana shu videoni ko'rishini tavsiya qilgan bo'lar edim. Albatta hamma emas. Promo kodimiz ekranlaringda ko'rinib turgan Trend 858 promo kodi. Mana uni qaranglar, 15x ketdi qulog'ini shajalab. O'tgan safargi o'yinimizda mana shu imенно Kristalda 18x просто tak ketdi, bu safar 15x ketdi. Mayli, что было, то было, короче. Bitta ko'raylik. 15x dan keyin nimadir ber. Ber bo'ldimi? Ikkalasini bittada qo'shib berdim-u deganday qildi bu ham. Ne, unday qilma, yaramas ko'pak. Bitta fioletoviy, joningdan-u, bilet. Bu mana 7x deyarli 7. 35 million normalniy. Yomon bas. Короче, 35 millionga 3 daqiqa, 4 daqiqada deyarli 4 daqiqada chiqib oldik. Soqqani bosamiz o'rtoqlar, kontorani qonatamiz. Jala mana shu 03, 08, 01 bol. Toza jonga tegadi. Sizlarga ham yoqmaydimi mana shu narsalar? Bilet jala. Undan ko'ra 1x qo'yib, bilan qaytayapti. Vazvorat summa bo'lsin. Mana uni qara. 08 vazvorat emas, lekin qo'shimcha yana beradi mana. Bilet pizdes nahvoy asabni buzadi. 1x, 2x o'sha to'liq x qo'ysa bilan
bitta. Qani. Pidarras mani yana 0.3 biladi. Bu 5x. Voy, 7 где-то 8x mi bo'ldi-da. Voy joningdan. Ha, ko'targanimizni oqlaverdi, короче. Gap yo'q. Yutayotgan insonlar diqqatiga o'sha kommentariyada ko'pchilik yozyapti, oqizyapti boshqa deb. O'zim lichka Telegram kanalimga, o'sha lichkamizga yozyapti ko'pchilik. Aka oqizyapti u bu deb. Bilib, yutayotganlar ham bir yozib turinglar. Yutayotganlar bormi? Mana shu Xpari kontorada seryozni yutuq olganlar, mana shu videoni ko'rayotganlarning ichida yutganlar bo'lsa, o'shani kommentda yozib ketinglar, o'rtoqlar. Iltimos, qolganlar ko'rsin, bilsin. O'sha nimani yutuqlar faqat menda emas, ko'pchilik yozadi, nima faqat siz yutaverasizmi u bu deb. Faqat bitta menda emas, boshqa insonlarda ham bo'layotganini o'sha ko'rishsin, bilishsin, o'sha kommentlarga kirib o'qishadi baribir ko'pchilik. Qiziquvchilar. O'shani iltimos qilgan bo'lardim yozib ketishinglarni. Jalab. Bu ham normalniyu. Bile kattaroq X berganda zo'r bo'lardi. Nima qo'shib beradi? Va, bile. Voy, 7x ketdi. 7 bu yoqda 1.7 yana. Voy, jalab. 10x ga bordi-da bu bilan. 10x. Jalab. Mana shu yerda 32 million bo'lardi, o'rtoqlar. 10x bo'lgan 32 million bo'lardi. Hani ketidan yana kelyapti-yu. Bossam bo'larkan. Mayli, nolimaymiz, boriga baraka deymiz. Qizil qo'shadi, 5x qo'shib yubordi. Jalab. Короче, natija yomon emas. 8-daqiqadamiz. Summamiz 52 million bo'lgan. 6 million 700 dan boshladik. Adashmasam hozir. Где-то 8. Voy, jalab. Valaksalak gapirib. Voy. Oh. 15x ketdi. Amingni ye. Attak mana shu 15x da ham bir nolish yo'q, o'rtoqlar. Короче, nima deydi? Stavka 100 mingdan o'sha 1.5 million summa yutuq bor-u baribir. Endi katta summada o'sha bo'lsa kerak, vashi udar bo'lgan bo'lardi. Bu ham suvda yurgan laqqa baliqqa o'xshab likillaydi-da, jallab usha bo'lmaydi. Yashil ketdi-yu. Ja unaqa seryozni bermadi baribir.
Просто men hozir bunaqa stavkani unchalik ko'tarishga sal cho'chib, anaqa qilib o'ynayotganimning sababi bor. O'rtoqlar, stavka ko'tarilgandan keyin nimangiz hozir aytaman. O'ynash oson bo'ladi, lekin oqizish ehtimoli juda kuchayib ketadi. Bitta ko'tarib olganingizdan keyin oqizib yuborishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun sal o'yinni kuzatib o'ynash kerak. Fioletoviy qo'shdi, ketidan nima hech bola yo'qmi deyman. Yo'q, bu yoqda sariq bor ekan. Kelib kamaytirib turaveraylik. Oqizib yuborishi mumkin. Yaxshiyam mana kamaytirganimiz mana uje oqizyapti uje. Hozir mana shu yerda normalniy oqqan bo'lardik. O'shaning uchun qancha summa ko'tarilsa, o'rtoqlar ehtiyotkorlikni oshirish kerak. 10x qilish kerak ehtiyotkorlikni, 15x qilish kerak, xohlasangiz 50x ehtiyotkorlik qiling o'rtoqlar. Короче, necha x'ingiz bo'lsa, miya formatida o'shancha x qilish kerak ehtiyotkorlikni. Summa oshgandan keyin voy. Yana ber, yana. Mayli, propuskat qilsanglar ham o'sha muncha bo'lardi degan gap so'zlar bo'ladi. Baribir menga o'xshab noshukrlik bo'ladi ozgina. Nafs yomon narsa. Shuning uchun nima deydi? Chem hamma pulingizni futsanut qilgandan ko'ra o'sha borini yo'qotmaslikni ham o'ylagan ma'qul. Ber. Ko'k. Fioletoviy qo'shadimi? Fioletoviy chelab. Oppa. Bum. Joningdan akang. 5, 8, 10, 15x 98 million yutuq o'rtoqlar, 98 million. Bo'ldi, всё nahvi. Mana shu joyda to'xtatamiz o'rtoqlar. Bittada 50 million show oldik o'rtoqlar. Barchaga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga podpisatsiya qilib qo'yishni va Telegram kanalga ham o'tib podpisatsiya qilishni unutmanglar. Albatta, kimga qiziqarli bo'lsa, yaqin kunlarda Telegram kanalimizga stavkalar tashlashni boshlaymiz. Hammaga omad tilayman o'rtoqlar.